8 ayning 17 kuni bir qism xalqaro advokatlar Dunyo Uyg'ur qurultiyi va Uyg'ur kishilik huquq qurilishiga vakolatan Argentina jinoiy ishlar sudiga Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyati ustidan arz sundi. Egilinishcha, xalqaro qonun organlari orqali Xitoyni sudga tortish mumkin bo'lmagan taqdirda Argentina sudi orqali javobgarlikka tortish mumkin ekan. Argentina jinoiy ishlar sudining irqiy qirg'inchilik jinoyati, insoniyatga qarshi jinoyat va dunyoning har qanday yeridagi odam qiynash jinoyatlaridan hisob so'rash huquqi bor ekan. Yaponiya davlat bexatarlik maslahatchisi Akina Takeo va Xitoy Kompartiyasi Markaziy komiteti tashqi ishlar ishxonasining mudiri Yang Jichi uchrashuv o'tkazdi. Egilinishcha, Takeo Yaponiyada Xitoyning boshqariladigan bomba siniqiga qarshi noroziligini kuchayotganligini bildirgan, hamda Xitoy dengiz qirg'og'i muhofazat paraxotlarining Sharqi dengizga talash tortishdagi Senkaku orli atrofida Yaponiyaning zamin butunligiga daxl tarz qilishini to'xtatishni talab qilgan. Xitoy Savdo Ministerligi Amerikaning 9-oyda boshlaydiganligini e'lon qilgan Tayvan savdo suhbatiga inkas qaytardi. Ministerlikning bayonotchisi Shu Guiteng bu vaqtdagi bayonotida bir Xitoy prinsipi Tayvan rayonining chet eldagi iqtisodiy hamkorligining oltinchi sharti dedi. Amerika savdo vakili ishxonasi Washington bilan Taybeyning 21-asr savdosidagi Amerika Tayvan tashabbusining bir qismi sifatida yangi savdo suhbati olib boradiganligini e'lon qilgan edi. Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan urush boshlangandan buyon tunji qitim Ukrainaga qilgan ziyarati jarayonida Turkiyaning Ukrainani qayta qurishga kerakli yordam berishga tayyor ekanligini aytdi. Erdo'g'an tunji qitim Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan Lvivdagi Pototskiy o'rdasida ko'rishdi. Zelenskiy va Erdo'g'an orqadan Birlashgan Davlatlar Tashkilotining bosh kotibi Antonio Guterres bilan ko'rishdi. Yig'indan keyin uch taraf birlashma axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazdi. Erdo'g'an biz Zaporojye yadro elektr stansiyasi atrofida davomlashayotgan to'qinishlarga ko'ngil bo'ladiganligimizni bildirdik. Bizning yangi Chernobylni boshdan kechirgimiz yo'q dedi. Xitoyda Xi Jinpingning nol Covid siyosati nomida karantin qilingan cho'ng shaharlar keng ko'lamda ta'qib etildi. Egilinishcha, saqchilar tekshirishni xohlamaydigan kishilarning uylariga xohlagancha bostirib kirgan. Ijtimoiy aloqa tor bekiti videoda tarqalgan sinlarda Shanxay shahrida yerlik doiralarning bir qism turalg'ularini qamal qilganligi, turalg'udagi aholilarning saqchilar tarafidan majburiy doktorxonaga elib berilganligi o'tirg'a qo'yilgan. Qozog'iston boshlang'ich maktab 1-yillik o'quvchilari uchun yangi o'qish yili boshlangandan boshlab birla vaqtda 3 xil til o'rganishni amaldan qoldirishni qaror qildi. Qozog'iston Jumhuriyati Ma'rif ministri Ashad o'quvchilarimiz yangi o'qish mezgilida boshlang'ich maktabda ruscha yoki inglizcha o'rganmaydi. Ular faqat qozoqcha o'rganadi dedi. Xitoyning g'arbiy shimolidagi Qinxay o'lkasi, Shining shahri, Datong noyasida qattiq yomg'ir kelib chiqqan sel ofatida 16 odam o'lib, 36 odam izdereksiz yo'qolgan.